Mutolaa. Baxtiyor. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Amir Olimxonning 5-bolasi Shomurodxon zamonida Buxoro muzofaratida Fayzi bobo degan bog'bon o'tgan ekan. U 48 yoshida aqlu husn bobida yagona o'g'il ko'ribdi. Fayzi bobo farzand ko'rganiga xursand ekan-u, lekin men bog'bon bo'lsam, bunchalik chiroyli farzandni Alloh taolo beribdi. Endi bugunaning baxtini ham bergan bo'lsa-ku yaxshi, ammo xor zo'rlikda yashamasa edi, deb o'ylab ko'ngli g'ash bo'larkan. Bolaga yaxshi niyat bilan Baxtiyor deb ism qo'yibdi. Bolani 6 yoshida maktabga beribdilar. Baxtiyorning zehni juda o'tkir ekan. U madrasani sheriklaridan avval bitiribdi. Baxtiyorni mahkamaga ishga taklif qilsalar, u ko'nmabdi va otasiga: "Otajon, sizning maslahatingiz men uchun amrdur. Lekin siz ruxsat bersangiz, dunyoni aylanib, yaxshi yomonni ko'ray. Mana o'qib xat tanidim. Iloji bo'lsa endi hunar ham o'rgansam", debdi. O'g'lining aqliga qoyil bo'lgan ota farzandiga oq fotiha beribdi. Baxtiyor shaharga yurib, Hindistonga yetib boribdi-yu, karvonsaroydan joy olibdi. Bir kuni o'ziga o'xshagan sayyohlar bilan suhbatlashib o'tirganida, bir kishining Isfahon degan mamlakatda Ismoil Shamshergar degan kishi bor, 40 hunarni a'lo biladi, deganini eshitib qolibdi. Bu gapni eshitgan Baxtiyor ertasi kuni: "Isfahon qaydasan?" deb yo'lga ravona bo'libdi. Uzoq yo'l yurib shaharga kelib boribdi. So'rab Isloim Shamshergarning do'konini topib, ustaga salom beribdi. Shamshergar yigitning salomiga javoban salom qilib, uning odobiga tahsinlar aytibdi. Usta uning oldiga dasturxon yozib, choy qo'yibdi va yigitdan hol-ahvol so'rabdi. "Ey yigitlar, sultonni so'rashning aybi yo'q", deydilar. "Qaydan bo'lursiz?" Baxtiyor Buxorodan ekanligini va sayohatga chiqqanini aytibdi. Shahmergar Baxtiyorga: "Siz bizning shaharda mehmon ekansiz. Bu kecha biznikiga qadam ranjida etsangiz, hamrohingiz bo'lsa ham mayli", debdi. Baxtiyor o'rnidan turib, tovoze bilan: "Mening hamrohim yo'q. Yolg'iz o'zimman. Iltifotingizdan minnatdorman", debdi. Kech bo'libdi. Usta Baxtiyorni uyga boshlab kelib mehmon qilibdi. Ertasi kuni nonushtadan so'ng Shamshergar Baxtiyorga: "Bolam, do'konga borasizmi yoki shu yerda bemalol dam olasizmi?"
debdi Baxtiyor. Men hunar o'rganaman deb kelganman. Bekor o'tirib kunni zoya kezmay debdi. Usta mehmon yigitning javobidan xursand bo'libdi. Shamshergar mehmon yigit sharofatiga ziyofat beribdi. Mehmonlar yig'ilishibdi. Taomdan so'ng qiroatxonlik bo'libdi. Mehmonxonadagilar Baxtiyorning qiroatiga siymobday erib, og'izlari ochilib, tafakkur barmoqlarini tishlab tahsin va ofarin aytibdilar. Mehmonlar buxorolik yigitni mehmonga taklif qilibdi. Uylariga jo'nadilar. Shamshergar bilan Baxtiyor yolg'iz qolishgandan so'ng usta mehmondan: ajdodimizda 3 kungacha mehmonning o'tini so'rama degan hadis bor. Aziz mehmonim, otangiz nima deb so'rabdi. Mehmon yigit: otamning oti Fayzi bobo, Shomurodxon podsho saroyida bog'bon, 48 yoshli meni ko'rgan ekanlar-u, Baxtiyor deb nom qo'yganlar deb madrasada o'qiganini, uni bitirgach otasidan sayru sayohatga ruxsat olib bu tomonlarga kelib qolganini aytib beribdi. Olamni sayohat qilmoqchi, yaxshi yomonni ko'rmoqchi bo'ldim. Donishmandlardan hikmat eshitsam, hunarmandlardan hunar o'rgansam degan niyat bilan chiqqandim, debdi Shamshergar. O'g'lim, siz endi karvonsaroyni o'ylamang. Mana shu uyda to non nasibangiz boricha bemalol yashayvering. Sizning ilmingiz a'lo, endi hunar o'rgansangiz noningiz 9 ta shogird chiqardim. Noningiz butun, e'tiboringiz ulug' bo'lur. Men 19 ta shogird chiqardim. Shu hunarim bilan 64 yildan buyon kun ko'raman. Shogirdlarimning hammasi har xil qo'ydilar, debdi. Baxtiyor ustaga javoban: undoq bo'lsa shogirdlaringizning 20-chi bo'lmaydi, debdi. Qo'l qovushtirgach, Baxtiyorning bu javobidan usta juda xursand bo'libdi. Yigit ishiga kirishibdi. Usta uning yasayotgan shamshir asbob taqinchoqlariga zehn solib turib, inshaalloh 2-3 oyda mendan ham o'tadigan usta bo'lasiz. Islom shamshirgar bo'lib tanilganimdek, siz ham mamlakatlarga mashhur bo'lursiz. Endi o'g'lim mehmonga boraylik, debdi. Usta shogird taklif qilingan hovliga boribdilar. Ularni Mirzoboshining o'g'li Abdulrasul kutib olibdi va odob bilan havoliga boshlanibdi. Ular mehmonxonaga kirgach, domulonni so'rabdilar. Mirzoboshi gadoyning dushmani deganlaridek, kecha domullo, endi yosh domullo
kelibdi. Ilmi ham mening ilmimdan ziyodasiz. Podshoga ma'qullatsangiz o'rnimga imomlikka u mehmonni tayinlasalar deb kesatgandi. Shuning uchun kelmagandir deb javob beribdi. Shamshirbek taajjublanib, mehmonxonaning ilmi tugal imomlik emas, hatto mudarrislik, allamlikka ham qurblari yetadi. Bilakis ilm oldin, endi navbat hunarga deb menga shogird bo'ldilar, debdi. Bu gapning so'ng mehmonxonada o'tirganlarning hammasi yigitga ofarin aytishibdi. Yigit tinim bilmay mehnat qilibdi. U ustozning hunarda egallagan barcha sirlarini bilishga harakat qilibdi. Shamshargar ham bu tirishqoq shogirdidan hunar sirlarini yashirmay qunt bilan o'rgana boshlabdi. Oradan ko'p o'tmay shogird yasagan taqinchoqlar qo'ldan qo'lga o'ta boshlabdi. Yigitning dongi boshqa shaharlarga ham tarqalibdi. Kunlarning birida Shamshirgar bir nozga bir sirg'a beribdi. Otasi shu paytgacha bunday sirg'a yasamagan ekan. Shuning uchun ham qiz bu Baxtiyorning ishi bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Qiz otasidan yigit haqida ko'p eshitgan, uning bilimiga, aqliga qoyil qolgan ekan. Hozir sirg'ani ko'rgach uning hunariga ofarin aytib, mehri tovlanib, Shamshirga yolg'iz qizni shogirdiga bermoqchi bo'libdi. Qizim, ko'zimning oqu qorasisan, seni yaxshi joyga uzatsam baxtingni ko'rasan, deyman. Shogirdimning aql odobi, ilm hunari meni rom etdi. Sizlarni qovushtirsam ham kuyovim ham o'g'lim o'rnini bosarmikin, deyman. Jon qizim, bir o'ylab ko'r, debdi ota. Ixtiyoringiz sizda, otajon. Hech vaqt ota farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi, debdi qizi. Ko'p o'tmay Baxtiyor bir nozikning toyi bo'libdi. Baxtiyor, to'ydan keyin o'rgatgan hunaringiz uchun katta rahmat, ustoz. Otamni sog'indim. Ijozatingiz bilan endi yurtimga qaytsam. Umrbod qarzdorman, sizni ham unutmay kelib turamiz, debdi. Usta kuyovi bilan qizga oq fotiha beribdi. Baxtiyor ishlab topgan puli va narsalarini to'ylariga ortib Buxoroga yetib kelishibdi. Uning kelganini eshitgan podsho saroyga ishga olmoqchi bo'libdi. Baxtiyor bo'lsa saroy amalidan voz kechibdi-yu, bir necha do'kon ochib, shogirdlar olib, ularga hunarni o'rgata boshlabdi. Katta bog' sotib olib, otasi ikkovi bog'ni ham yashnatib yuborishibdi. Shunday qilib, Baxtiyor mehnati tufayli baxtga erishgan ekan. Ertagimiz tugadi.